Salom do'stlar, sizlar bilan yana men. Bugun biz sizlar bilan o'yinlarni vuzlom qilishni o'rganamiz. O'yinlarni Lucky Pitcher programmasi orqali vuzlom qilamiz. Masalan, hozir bizlar Hill Climb Racing o'yinini vuzlom qilamiz. Videoni ko'rishingizdan oldin like va podpiska bosib qo'ying. Bundan keyingi qiziqarli videolarimizni ham ko'rib borasiz. Lucky Pitcher programmasiga kirib olamiz. U yerda vuzlom qilmoqchi bo'lgan o'yiningizning ustiga bosganingizda menu pastay bo'limini bosasiz. Bu yerda mana shu bo'limni tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin xuddi shunaqa narsa chiqadi. Eng tagida пересобрать предложение degan joyi bor. O'sha joyga bossak, bu yerda shu charparak aylanib turadi. Bu yerda 5 daqiqa yoki 10 daqiqa kutib turishimiz kerak. Bu oynacha o'yin vuzlom bo'lyapti degan ma'noni anglatadi. Lucky Pitcher programmasining silkasini o'zimning shu videoning описаниесida qoldiraman. Lucky Pitcher programmasi ko'plab o'yinlarni vuzlom qilavermaydi. 50% o'yinlarnigina vuzlom qiladi. Lucky Pitcher programmasi telefonga hech qanday virus olib kelmaydi. Hozir vuzlom bo'lyapti. Boshqa o'yinlarni ham xuddi shunaqa qilib vuzlom qilsanglar bo'ladi. Bu yerda Pereyt fayli bo'limini bosamiz va Lucky Pitcherdan chiqib ketamiz. Hill Climb Racing o'yinini udalik qilamiz. O'yin vuzlom qilayotganingizda xuddi shunaqa qilib o'chirish shart. Shart hisoblanadi. Qaytadan Lucky Pitcher programmasiga kiramiz. Lucky Pitcherning ichiga ham kirib oldik. Bu yerda uстановitni bosamiz. Va bu yerda shunaqa siz Hill Climb Rackingni yuklab olasizmi degan keladi. Xani bosamiz. Dani bosamiz. Bu yerda uстановitni bosamiz. Hill Climb bu Lucky Pitcher o'yini, Lucky Pitcher programmasi o'yinlardagi dollarga sotib olinadigan narsalarni tekinga xarid qilishimizga yordam beradi. Hozir men sizlarga shularni ko'rsataman. Mana Lucky Pitcherdan chiqib ketamiz va bu yerda Hill Climb Racking o'yiniga kiramiz. Mana Hill Climb Racking o'yiniga kiramiz. Hill Climb Racking o'yindagi dollarga sotib olinadigan tanga, olmos, o'shanaqa narsalarni sotib olamiz. Biz sotib olmaymiz, tekinga Lucky Pitcher programmasi tekinga qilib beradi. Mana masalan magazinni bosamiz. Magazinni bosganimizda dollarga olinadigan narsalar juda ko'p. Masalan, mana tangani olamiz. Hozir ko'rsataman. Bu yerda mana shunaqa oynacha chiqadi. Siz shu xaridni tekinga olmoqchimisiz deydi. Xani bosamiz. Mana 80 million tanga olindi. Olmoslarni ham o'shanaqa qilib olsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling. Bundan keyingi qiziqarli videolarni ham ko'rib borasiz.